siqmaydigan, 90% videomizda g'alaba qozonadigan uzun-uzani bolalar Vaynerlar jamoasi. Shahrusiy aura. Men qizlarga o'tdim. Qizlarni ustidan kulmanglar, iltimos. Men sizlarga endi bugungi videoni qisqacha tushuntirib beraman. Shohruz, chalg'imang. O'zi omadsizlikka otdi. Uza. Eshtinglar. Bugun Toshkent bo'ylab quest bo'ladi. Har bir jamoani o'zini boradigan Yana ham intrigu ishi gapiring. albatta. Har bir jamoani o'zini boradigan 3 ta lokatsiyasi va 3 ta challenge bor. Birinchi muhim qoida: har bir jamoadagi har bir ishtirokchi bittadan challenge-ni bajarishi mumkin. Misol uchun, Vaynerlar jamoasi birinchi lokatsiyaga bordinglar, azim siz shartni bajarsangiz, keyingi challenge-ni siz bajarishingiz mumkin emas. Bu degani qaysi ishtirokchi qaysi challenge-ni bajarishini kelishib olishinglar juda ham muhim bo'ladi. Eng muhim joyi nimadan iborat? Qaysi jamoa birinchi bo'lib oxirgi lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Taklif o'ynaylik. Let's go. Pulni ko'rmay baqirmanglar. qaysi jamoa birinchi bo'lib lokatsiyaga keladigan bo'lsa, o'sha jamoa 10 million so'm yutib oladi. Let's go!